Qora aka, men joyingizni ko'rdim. Unaqa yomon joy emas. Nech pul so'rayapti so'tikga? 21 ming so'rayapmiz. 21 mingdan so'rayapsiz. Katta ko'chani yuzidan, kanalizatsiya, suvdan umuman muammo yo'q. Ko'rayotgan yerdagi 21 mingdan so'rayapsiz. 21 mingdan yomon narx emas. Ushlab turib sotadigan narx. Bitta narx qilaman. Xudo xolasa bir kunda baraka bo'lib ketadi. 19.777 dollardan qo'yib yuboringlar. Shunda to'rani sotingiz 89 ming dollar bo'ladi. O'ylanmay qo'yib yuboringlar. Bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu yerimizni 95 ming so'rayotgan joyda hozir ko'chaga chiqib ko'rsataman. Hop. Tepaga chiqqanimizda ko'rayotganinglardagi Damaru bo'ladi. Yo Toshmiydan kevurish, bu yoqingizga ketaverish, shunday sitover ketmasdan joylashgan mana shu yerimizda bo'ladi. Qanaqadir biznesga yo quruvchilar oladigan bo'lsa, ikkiga bo'lib bemalol uchastka qurib olsa bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Fasadi 13 bo'ladi. Hop, ichkari kirganimizda hozircha olib turib yashashga bemalol xonalar yetarli. Bu yerda ikkita xona, sanuzellar bor. Undan tashqari pastda ham ikkita, undan tashqari sanuzellari ham bor. Ko'rayotganinglardagi. Hozircha yashab turishgan. Shunda tan narxi 89 ming dollar bo'lyapti. Kimga qiziqsa, mana shu pastga telefon qilib, tez baraka qoramiz.